7 kunlik chaqaloq bilan Alloh mo'jizasi yuz berdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Iltimos ushbu ibratli videorolikimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun like va podpisatsiya tugmachasini bosib, ihson qilishni unutmang. Germaniyada musulmonlar oilasida chaqaloq dunyoga keldi. Oila a'zolari chaqaloqning sochini payg'ambarimizning sunnatlariga muvofiq 7-kuni tagidan qirdirib oldilar va odamlarga sadaqa qildirib, boyligidan ulashdilar. Ushbu chaqaloqni bir necha kundan keyin shifokor ko'rigiga olib borishdi. Shifokor chaqaloqni ko'zdan kechirar ekan, so'radi: "Bolani sochini o'zlaringiz oldirdingizmi yoki sochsiz tug'ildimi?" Chaqaloqning onasi "O'zimiz oldik" deb javob berdi. Shifokor taajjublanib dedi: "Qiziq, olimlar bundan 2 oy avval yangilik kashf etdilar. Ushbu yangilik shundan iboratki, yangi tug'ilgan chaqaloqning sochini 40 kun ichida olinsa, chaqaloqning miyasini ish faoliyati yorqinlashadi, oqillikka yo'l ochiladi, ko'z ko'rish faoliyati kuchayadi va yana ko'p a'zolariga foydali ekanligi haqida yangilik kashf etdilar. Ayniqsa soch 7-kun olinsa, maqsadga muvofiq ish bo'lar ekan. Bu yangilik hali ommaga tarqatilib ulgurmadi. Sizlar bu yangilikni qayerdan bildingiz?" deb so'radi shifokor chaqaloqning onasidan. Muslima ona dedi: "Sizlar endi kashf qilgan yangilikni bizga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sunnat qilib qoldirganlar. Bundan 1400 yil avval" deb javob berdi ona. Ushbu gaplarni eshitgan shifokor ayolning javobidan hayratda qoldi. Ha do'stlar, bu dunyoda mo'jizalar ko'p. Albatta ularni kuzatib borish uchun ushbu videorolikka like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.